Nima bo'pti? Nima bo'pti yo'l patrul xizmati? Chiroyli muomala qiling bo'lmasa. Normal nima deysiz? Nima deysiz? Nima bo'lyapti? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Patrul xizmati inspektori Saftor Mirzamatov. Rahmat. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat, zo'r aka. Sog'larlar. Aka, oldindan aytib qo'yaman. Syomka qilyapman o'zim uchun. Bemalol sizni fuqarolik huquqingiz, qarshiligim yo'q, e'tirozim yo'q. Bo'ldi aka. Marhamat qilib me'yoriy hujjatlarni taqdim Siz nima dedingiz aka? Saftor Mirzamatov, Abrorbek ismi. Abror aka, nimaga to'xtatganingizni ayting bo'ldi. Yo'l harakati qoidalarini 7-bandiga binoan me'yoriy hujjatlar o'zingizga hamda transportga tegishli bo'lgan hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatdim aka. Bo'ldi aka. Nima berasiz? Nima? Haydovchiga onomingizni bering bo'ladi. Qolgani o'zimizda baza orqali ko'rinadi. Bo'ldi. Mana. Ikkalasi. Texnik pasportdan xabar. Haqnazarov Emrodjon aka. Ha. Transport vositasi o'z nomingizda ekan. O'zimning nomimda. Hurmatli haydovchi, hujjatlaringiz joyida. Bir nechta qarzdorlaringiz mavjud ekan, lekin muddati bor hali. Ha, to'lab qo'yamiz. Bemalol to'lab qo'ysangiz bo'ladi o'z vaqtida. Hozir qoida buzmadimi? Hech qanday qoida buzganingiz yo'q, faqat me'yoriy hujjatlaringizni hamda qarzdorlaringizni tekshirdim. Muddatlari bor, belgilangan muddat 60 kun ichida bemalol to'lab qo'yishingiz mumkin. Remenna palasada ishlasa Hech qanaqa yo'l harakati qoidalariga chiroyli amal qilib kelyapsiz. Doim shunday bo'lib qolishini istab qolamiz, talab qilamiz aka. Oq yo'l, sog' bo'ling, yaxshi yetib Rahmat aka, asli bo'ldimi? Bo'ldi, ketaver. Ha, mazgila. Hozir urush joyi qachon kelarki, qachon yil birot urisharki deb turadilaringlar. Hujjatlar joyida bo'lsa, hamma yo'q joyida bo'lsa, bular ham mana tushlar aka. Mana urush janjalsiz, buni oq yo'l tiladi, ketdim mana. Mazgila.